Hürmetli vatandaşlar, yukarıda leksiyelerimizde anıldığınla endi bir ishga tahlil qilayli. Yuqorida sizlar ko'rib o'tgandek, hozirgi masala nima desa, qisqa muddat ichida Jungo yengildi. Amerika bilan bo'lgan savdo urushida Jungo yengildi. Men o'tganda sizlarga so'zlagan leksiyada Zamberman degan kishining Washington Post vaqtni Washington Pochtasi gazetasi yozgan maqolasida Amerika Jungo bilan suhbat qurishni xohlamaydi degan bir jumla so'zni leksiya orqali men sizlarga taqdim qilgan edim vatandosh. Şu ötüple bir gün ötmeyli hazır. Jungo'nun savdo vakilleri ümük Washington keladigan Washington 22-23 günden başlap ikki davlat o'rtasida savdo suhbat elib borilgan. Biz yuqorqi leksiyalarimizda nima ko'rdik? Savdo urushiga Jungo qanday muomala qildi? Masalan, Amerikani ahmoq ko'rdi. Maqola va xabar yozuvchilar nima deydi? Sen xatolashding, xato hukm qilding. 4 nuqtada xato hukm qilding. Tillay xato. Lekin bugungi Amerika qandaq Amerika sen buni ko'rib ol. Bugungi Amerika san qandaq muomala qildi va qilyotdi buni ko'rib ol. Biroq hozir suhbat yaqinlashgan sari kishilarda bir xil faraz va qiyoslar o'tirib chiqish mumkin. Masalan, Amerika Jungo o'tirish savdo urush to'xtab qolamdi. Yoki Amerika bilan Jungo o'tirishida murassaga kelamdi. Masalan, Jungo yo'l qo'ydi, Amerika yo'l qo'ydi. Shuning bilan murassaga kelamdi, murassaga keldi deydigan ko'z qarashlar to'g'ri patlarda ancha-muncha o'ttirga chiqib kelyapti. Sizlar yuqoridan ko'rdinglar. Men tafsili ko'rdik bu xabarlarni. Nima deb o'tgan nima sizlarga so'zlagan nima dedim? Mayli muavin prezident bo'lsin, mayli prezident Trump bo'lsin, nima dedi? Endi Amerika pulga taslim bo'lmaydi. 2 kundan birdiki Twitterga yozgan, qoldirgan fikrlarida prezident Trump nima dedi? Bizden aldığımızga bir elip çıkışga tegishlik, Amerika qabul qilish tegishlik bir kelishimning mazmunini elip gel. Enandan keyin biz buni ko'rib boqaylik deydi. Biroq sizlar diqqat qildinglar, hurmatli vatandoshlar, bu qatamqi o'tkazilgan suhbatga mayli Amerika tarafdan qatnashgan savdo suhbat vakili bo'lsin, mayli Jungo tarafdan qatnashgan savdo suhbat vakili bo'lsin, ularning darajasi, amal darajasi muavin savdo ministeri derecelik emeldarlar. Bundan qaraganda bu suhbatga her iki taraf yuqori derecede itibar bergani yo'q. Belki bular fikir almashtirdi. Belki bular keyin elib berilgan suhbatlarning mümkün bo'lsa, shu suhbatlarning o'tkazilishi uchun bu qatam tajriba toplaydi yoki bu qatam bir-birini sinab boqadi. Biroq Jungo'ning so'zining oxirgi ko'rdiğin nima deydi? Likechangni evatning Yevropaga. Asli Jungo Germaniya bilan birlashib Amerikaga taqobil turmoqchi savdo sohasida. Hatta Yaponiya bilan birlashib Amerikaga taqobil turmoqchi savdo sohasida. Yana boshqa davlatlar bor. Shular orqali Amerikaga savdo masalasiga taqobil turmoq. Lekin oxirgi leksiya nima debdi? Bu ish emas. Bunda o'ylasang bu butun xato. Yevropa nima ishga Amerika bilan birlashib, Xitoy bilan birlashib Amerikaga qarshi turdi ekan? Bu mumkin emas. Chunki Yevropa ittifoqi va Amerika o'zining axloq uchun, axloq doirasidagi savdo odil savdo qilish uchun mush ishni qilyapti, mush kurashni qilyapti. Gap hozir yana nimaga suhbatda savdo urushi to'xtab qolamdi? Savdo urushi davomlashamdi. Bu to'g'rida sizlarga siz ham men ham ochiq bir narsa deb beramiz. Chunki biz bunday paketga erishmadik, hurmatli vatandosh. Lekin yuqorqi leksiyani sizlarga tayyorlab kelishim Amerikaning bu qatim savdo urushi to'g'risida maydoni nima, Jungo nimani xato tushundi va Jungoning bu qatim savdo urushi to'g'risida maydoni nima? Maydoni nima? Yuqorqi so'zlar, yuqorqi leksiyalardan vatandoshlar shuni tushunib olgandan keyin bu to'g'rida logikalik hukm chiqaradi deb o'ylayman. Hozir gap mana bu şey keldi. Masalan, dal qaysi vaqt keldi? Amerika 8-ayning 23-kundan boshlab 1 milyard 200 milyon dollarlik Jungodan import qilingan tovar mallarga boj qo'yish kerak edi. Biroq hozir endi to'xtab qoldi degan gap. Chunki 22-kuni
savdo sohbati boshlansa, o bojxo'y siyosat to'xtab qoldi deganga. Endilikda bir oymi shu bir 2 oy, yo 7-oydan hozirgacha hisoblagan 1 oydek vaqt deyli. Bir oydek vaqtning ichida Jungo'mi Amerikaning kuchini ko'rib boqdi. Amerikami Jungo'ning nima qila oladiganligini ko'rib boqdi. Mesela Amerika'nın dehqonlariga qarangman niyatini, Amerika'nın dehqonlariga besim paydo qilish. Mesela po'rchoqqa tamojna beji qo'yish, yuqori darajada tamojna beji qo'yish. Amerikadan import qilingan po'rchoq ishlab chiqarish dehqonlar orqali saylamda prezident Trumpning biletini azaytish ya tavrni shohlik keltirish. Amerikadagi ikki partiya, Demokratlar partiyasi bilan Cumhuriyetçiler partiyasi o'tirish, ziddiyat silish, ziddiyatlardan foydalanish. Hey. Neme degan adli kalla ama Xitoyning kallasi. Musha kalla bilan Amerika taqobil turman debsa Xitoy. Musha kallan bilan. Axir nimani ko'rding axiri? Partiya alqıgan, partiya guruhlarning partiyavilik prinsipidan alqıgan darajada Jungo qattiq siyosat qo'llanishdi. Los Angeles gazetasi Jungo qattiq siyosat qo'llanishdi. Amerika qo'lladi. Amerika xalqi qo'lladi. Partiyaning sirtida turib qo'lladi. Partiya ko'z qarashi va partiya masligiga turibmiz. Demak, Amerika qo'lladi. Stevbaning qatnashgan yig'inda, sarxillar yig'inda nima deb xulosa chiqadi? Stevbaning o'zgarmoqda. Amerika o'zgarmoqda. Amerikada Jungo qaratgan kayfiyat o'zgarmoqda. Mana shunday chaqda endi bu savdo sohbatining boshlanishi hozir ba'zilarga Jungoga nazar degan to'g'ri betlarga xabar yozuvchilarning bir ikki jumlada yoki to'g'ri film ishlovchilarning hammasi degidek qo'ygan mavzularda bu qatim prezident Trump Jungoning savdo vakillar uyiga orqali Jungoga rasmiy besim ishlatib, masalan taslim bo'lishga oshkora undab bir indaki keltirib, masalani mush yo'ldan tezda hal qilishga taraddud qilamdi. Yoki o'tirda ancha-muncha murassam, albatta murassami bo'ladi. Ikki taraf, ikki davlat. Har bir davlatning o'zining manfaati bor. Shu doirada Amerikaning nimada yo'l qo'yishini Jungo qanday talab qildi? Jungoning nimada yo'l qo'yishini Amerika qanday talab qildi? Maqsad bu yerda yuqorida ko'rsatgandek qimmat qarashlar. Xitoyning qimmat qarashi bormi? Agar bo'lsa, onunla qarşı Amerika Qo'shma Shtatlar hukumatining qimmat qarash mush o'tirisi kurash ketyapti. Yani tuzum xarakterlik basishish ketyapti. Yani tuzum xarakterlik zarba berish ketyapti. Mush ay 8-oy o'tgan birlikimiz dedik bir mavzuda bu qatın tayyorlaymiz Alloh xolisa. Agar mush 2 oyni chin tutib, masalani hal qilmaydigan bo'lsangiz Jungolik apandi mush 2 oy ichida Jungoning iqtisodiy o'zil kesil bevosita gumron bo'ladi. Müşak bir misolni keltirib beray. Hurmatli vatandosh, hozir Chavuz deganning davlatida, Kolumbiya Chavuz deganning davlat nimasi? Kolumbiyami nimasi bir davlatida. Pul pahalılığı derisi qaysi yerga chiqibdi? Diqqat qiling. Pul pahalılığı $3 qimmati aşı devletning pulining hisobiga 519 ming. 519 ming peso. Maşalanga to'g'ri gap. Demak, pul pahalashganda shu yerga keldi. Endi xalq mushu davlatda qanday kun kechirdi? Degandek, Jungo'mi iqtisod masalasi chekinayotgan, iqtisod sohbasi boshlangan yoki Amerika Qo'shma Shtatlar besim ishlatayotgan mushundaq bir paytda xalq pulining qimmati tushayotgan bir paytda hozir 7 yuanga tushdi. Tushayotgan bir paytda Jungo'ning iqtisod kelgusi qanday bo'ladi? Anda uning siyosat kelgusi qanday bo'ladi? Alloh xolisa Alloh hammamizga amonlik ato qilsin. Bu kunlarni oldimizda ko'ramiz, hurmatli vatandosh.